Assalomu alaykum zotji kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan ko'pchilik xohlagan va ko'pchilik xarid qilmoqchi bo'lgan, ya'ni B9500 Averlock tikuv mashinasi haqida gaplashamiz. Bu Averlock tikuv mashinamiz juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lib, past ovozda ishlaydi va albatta ortiqcha tokni sarf qilmaydi. Eng keraklisi esa ushbu mashinamiz avtomat tarzda ishlaydi. Bu degani esa sizning ishingizni ancha osonlashtiradi. Eng qiziq tizimi esa chang allergiyasi bor odamlar uchun va hamda qiyiqimlarni yig'ishtirishga eringan odamlar uchun o'zini changni va hamda qiyiqimlarni tortib oluvchi pilisosi bor. Kelinglar endi qanday tikishini ko'rib chiqamiz. Bu mashinamizning narxi sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga zotji deb yozing. Agar bu ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosing.